mani posting tagiga chiroyli qilib yozib qo'yibsan, ugrajat qilib menga agar men tomonga qanaqadir video chiqaradigan bo'lsang, oilangni bir balo sirlarini olib chiqaman, ko'pini gapirmadim, 100 dan birini gapirmaganman deb o'sqirt yana bir marta senga aytyapman. Po'xuy menga. Agar men shu videolarning orqasidan xalq ko'ziga bo'q bo'lib ko'rinadigan bo'lsam, mayli bo'q bo'lib ko'rina qoling, bir marta o'tadi, ketadi. Gapirar, bir hafta, 10 kun, bir oy gapirar, qo'ygan joyim bor, libboyni gapiga. Lekin seni isqirtligingni men keltirib o'tib ketaman. Вот этот mujik, ma'no hayajonlanganimdan videoga olasam, u boshidan boshlab telefonni videoga olgan ekan. Kimdir голосi olib turgan telefonni, bilmayman, uni o'ynashni olganmi. Xullas, makash qo'ydim hozir. Videoga olibdilar. Mujik bilganingni qil deb chiqyaptilar. Bo'ldi. Bildik, что shantaj qilgani videoga olyapsiz. Bildik, ha, men jalabman, men shunaqaman, nima deydi, yengiltakman-da. O'shaning uchun mana shunaqa omadli, yaxshi inson bo'lib yuribmiz. Ha, biz nima deydi, biz bilamiz-ku, sizni qanaqaligingizni. Bo'ldi, endi tinchlaning. Ha, men o'shanaqa xiyonatkorman, ha, men qapajman. Ha, aliment to'lamasangiz bo'ldi. Ana 15 sutkaga kirib ketmagan, tag'in meni jahlimni chiqarmang. Telegramda gaplashinglar, shuni hammasini Telegramda bo'laman men. Sen xiyonat qilsang, ering ajrashadimi? Yoki sen bilan ajrashasan? Sen xiyonat qilsang, ering ajrimga beradi, to'g'rimi? Lekin men har doim o'zim ajrimga berganman, bilmadim. Ayb kimda? Ayb kimda? Ayb Xonzodada. Yeminma. Sazlanya o'zi bilmaydi. Nimalar bo'lganini o'zi to'g'risi. Rahmat mendan qutulganingiz uchun. Shunchalik xor yashapsiz, shuncha yil. Video bo'lgan. Lekin o'lib qoldim o'sha joyga. Ana, men shuncha yildan bir 7 yil yashading-ku, yoqmasa 1 yilda ajrash, hop 3 yilda ajrash, 7 yil yomon hayotda yashamaydi odam, 7 yil o'tirmaydi. Yo, men urib kelganman, so'g'rayman. Ajrashmaysan, tushundingmi? Zo'rlab urib kelganman. Hozirgacha erkak. Urib kelganman majburlab bitta xonada. Dressirovka qilib kelganman, lekin oxiri jonimga tegib ayboldi, ajrashaman. Mayli deb, yana o'zi bor sizga o'rib kelgan. Ужас. Unaqa qiluvdi, unaqa qiluvdi. Hech kim o'shsan. Gapirmadim, alimentni bermaydi. Hech kim o'shsan. Isqir nimaga bermayotganimni aytmadingmi? Bilmadim, endi sizlar yaxshi yuribsizlar, nimaga bermayapsiz? Va nima, sen men shuncha yil jala amim yeb yashaganim, u necho strashnovada, endi ani 2-3 oydan beri normalni yurganim, bu senga tegib ketyaptimi? Shuncha yil siz ana nima deydi, g'urbat g'animatda yashagansiz, kayf qilib yashagansiz. Isqir, sen bilan qanaqa yashadimmi? Kayf qilib yashadimmi? Seni kimligingni bilib turib, seni isqirtligingni bilib turib, men kayf qilib yashadimmi? Nima sen aytmading anaqa yoki men xiyonat qilganman 2 marta. Shu mashi pas, keyin meni kechirgan, keyin yana qabul qilgan xotinim degan deb aytmading yoki borini aytmading. Hech qanaqa gaplashish kerak sen bilan? Qanaqa gaplashish? Sen meni intervyumni ko'rdingmi? Sen ko'rdingmi meni intervyumimni? Nima deganman? Nima deganman? Yomonlamayman bu. Kambag'allikda chiqqan qiz, to'ydirib bo'lmaydi, uni degan gapsiz. Ha, och bo'ladi-da, och bo'ladi ko'pchilik. Yo, senga aytilmagan u narsani. Yo, senga aytilganmi? Yo'q. Menga aytilgan shekil. Sen tupaya. Sen tupayasan, g'irt. Sen intervyu berganingizni men chidab o'tirdim. Shuncha adreskalarni tarqab, kayf qilib 1 oy, 2 oydan beri kayf qilib yuribsiz, oqibatlarni avval. Nimaga endi haqiqatni gapirganim chidolmayapti. Qatta haqiqat. Qani haqiqat bu yerda. Qani haqiqat. Qani haqiqat. Shuni videoga oldim-da. Qizlar qalaysizlar, shunaqa qiziqib ketyapman. Yana qanaqadir nimalar shantajlar tayyorlab qo'ydi ekan. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, pastelimni videosini tashlab bersin, so'ranglar. Xalq so'ranglar, xiyonatkor bo'lsam, pastelimni videosini tashlab bersin. Men xiyonat qilgan ekanman-ku, men shunaqa ekanman. Mana shu siqilayotgan paytimda ham syomkalarim bilan yuribman. Alo, siqilishgan vaqtim yo'q, eng qizi. Ana, takoy deyman-da. Bo'ldi, tezroq bo'yayman. Realni men charchadim, oxir yuzini ko'rsatsam, uyamdan meni video olyaptimi?
figet qildi. Men qo'limni qaltirab videoga oldimda, yana xiyonat qilganlaringni aytmaysanmi degan joyni kesib tashladim. Endi u joy lishniy edi. Просто meni askarbilat qilyapti. Xiyonati уже вообще-da. Uni qo'ysam ham bo'lardi. Meni yengil tagiga chiqaryapti. Ну, просто o'zi qo'yibdi mayli. Якобы он-то мужик. Всё.